Sumka. Bolalar ishlashyapti. Va men bugun storisga chiqolmadim. Mana bola hozir gap gapiradi. Qalay bo'ldi? Vashim emotsionalli bor-ku, boshda oyoqlarim qaltirab qoldi, keyin o'rganib ketdim. Butun o'zi buni bolalar senga havas qiladi shu. Yo'lda ham. Mana moto olaman, shunga sizlar tushmas ekansizlar-da, adrenalinni. Da. O'zi ham yo'lda hamma, "Voy, siz uchirmasdingiz-ku? Nega? O'g'il bolalarni uchirmasdingiz-ku?" Kim deb so'rashdi-da. Hayron. Qo'yib qolish kerak. Bu bola men jiyanim, akamning o'g'li. Radnoy jiyanim bo'ladi. Chaqirdim-da, "Ke, meni yonimga. Shu yerda o'qi" deb. Shuning uchun. Endi men yolg'iz emasman, deymi? Hozir bunga